Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Ushbu videoda sizga arab tilini o'rganishda foyda beradigan 3 ta tavsiyani bermoqchiman. Agar siz arab tilini qachon o'rganishni yoki qanday o'rganishni bilmayotgan bo'lsangiz, o'rgansammi, o'rganmasammi deb yurgan bo'lsangiz, bu tavsiyalar sizga albatta foyda beradi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, oxirida sizga yana bitta foydali darslikni sizlarga ulashamiz. Birinchi tavsiya, hozir agar sizda arab tilini o'rganishga qiziqish bo'lib turgan bo'lsa, qalbingizda muhabbat bo'lib turgan bo'lsa, hozir gazini bosing. Temirni qizig'ida bosing. Chunki keyinchalik sizga mana shu muhabbat berilmasligi mumkin, olib qo'yilishi mumkin. Ya'ni men o'zimda bo'lgan, hayotimda bo'lgan 24 yoshimda qalbimga Qur'onni muhabbati tushib qolgan, ko'zimga hech narsa ko'rinmasdan faqat Qur'on yodlayman degan muhabbat paydo bo'lib qolgan. Hozir endi o'ylab qarayman, o'sha paytda foydalanib qolgan ekanman. Chunki o'sha paytdagi zavq, shavqni hozir ham bor muhabbat, lekin u paytdagidek emas. U paytdagi zavq-shavq, har o'qigandagi lazzat boshqacha edi. Ya'ni siz hozir shu narsa qalbingizda bor bo'lgan bo'lsa, shu narsa sizga berilgan bo'lsa, buni g'animat bilingki, hozir boshlang arab tilini, keyinga sursangiz, keyinchalik sizni hayotda chalg'ituvchi narsalar ko'p. Masalan, ish, oila, Instagram, do'stlar, ulfatlar bular sizni chalg'itadi va umringizni behuda o'tib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ya'ni asosiy o'zingiz oldingizga qo'ygan maqsadlarga erishishda sizni chalg'ituvchi narsalar ko'p ekan. Chalg'ituvchi dunyoda yashayapmiz hozir. Internet, ijtimoiy tarmoqlar. Bu narsalardan chalg'imaslik uchun odam ishni boshlash kerak va fokusini shunga qaratish kerak deb o'ylayman. Birinchi tavsiya o'sha vaqtni bekor o'tkazmaslik uchun hozir boshlashni tavsiya qilaman. Ya'ni temirni qizig'ida bos degan dono xalqimiz o'sha maqolga amal qiling. Ikkinchi tavsiya, zo'r ustoz topish. Ta'limul mutaallim degan kitob bor, Imom Zarnujiy. Bundan u 700-800 yil oldin yozib ketgan Ilm olish sirlari degan kitob. Shunaqa tarjima qilingan. O'sha kitobda zo'r ustoz qanday bo'ladi degan savolga 3 ta sifatni aytgan. Birinchisi, ilmliroq bo'lish kerak. Ilmi kuchli bo'lishi kerak. Siz tanlayotgan ustozni shu jihatiga e'tibor berasiz. Ikkinchi sifatda taqvodorroq bo'lsa, ya'ni Xudodan qo'rqadiganroq bo'lishi kerak ekan. Va uchinchisi, yoshi kattaroq bo'lishi kerak ekan. Demak, mana shu tavsiyalarni Imom Zarnujiy berganlar. Ilmlirog'i, taqvodorrog'i va yoshi kattarog'i. Mana shu sifatlarga ega bo'lgan ustozni topsangiz, demak, siz boshingiz osmonga yetsin, do'ppingizni osmonga oting. O'zimning fikrimcha yana qo'shimcha qilmoqchiman. Ustozlarda bo'lish kerak bo'lgan sifatlardan yana bittasi tushuntirib berish qobiliyati. Ya'ni darsni siz tushuna oladigan tilda dona-dona qilib yetkazib bera olishi. Agar mana shunaqa sifatlarga ega bo'lsa, zo'r bo'ladi. Va bundan tashqari pedagogik mahorati yuqori bo'lgan ustoz bo'lishi kerak. Ya'ni sizni darsni qabul qila olish, qabul qila olmasligi, sizni ruhiy holatingiz, qiziqishingiz, shu narsalarni inobatga olib turib va misol uchun sizni vazifalarni ko'tara olish, ko'tara olmasligingizga qarab vazifa beradigan va uni talab qila oladigan, siz ustingizda qattiq turib, kerak bo'lsa urib so'kib emas, shunga yaqinroq darajada qattiq turadigan ustoz bo'lishi kerak. Va undan eng muhim sifatlaridan bittasi o'shanaqa ustoz bo'lsinki, siz u ustozni yaxshi ko'radigan ustoz bo'lishi kerak. Siz qattiq hurmat qiladigan ustoz bo'lishi kerak. Agar shunaqa ustoz bo'ladigan bo'lsa, ustozingiz bor bo'lsa, bu sizning baxtingiz, haqiqatan ham baxtingiz. Ya'ni chunki siz hurmat qiladigan ustozni gapi siz uchun qonun bo'ladi. Bunga qattiq amal qilasiz. Ustozlarni qattiq hurmat qilganimizdan akademiyada o'qiyotgan paytda aytgan gapi biz uchun qonun bo'lgan. Sizda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Keyingi xususiyati, keyingi sifati ustoz ham sizni yaxshi ko'radigan bo'lishi kerak. Ya'ni ustoz ham sizni yaxshi ko'radigan bo'lsa, orada bir-biriga muhabbat bo'ladi. Ya'ni ilm qalbdan qalbga ko'char ekan. Shuning uchun orada muhabbat bo'ladigan bo'lsa, yaxshi ko'riladigan bo'lsa, ustoz shogirdini yaxshi ko'radi, shogird ustozini yaxshi ko'radi va ilm olish yana ham osonroq bo'lar ekan. Xo'p, mana shu sifatlarga ega bo'lgan ustoz topa olsangiz, juda ham zo'r bo'ladi. Endi bunaqa ustoz topa olmasangiz, hech bo'lmaganda mana shunaqa sifatlarga ega bo'lgan, ba'zilariga ega bo'lgan ustozlarni qidirib toping va vaqtni g'animat biling. Endi uchinchi tavsiya davomiylik. Bu eng muhimi desak ham bo'ladi. Ya'ni birinchi, ikkinchilari ham juda muhim. Bu ularning qatorida bu ham muhim. Oz bo'lsa-da davomiy bo'lgan ishda baraka bor ekan va buni Alloh taolo yaxshi ko'rar ekan. Siz bir g'ayrat shijoat qo'zib ketgan paytda
ertalabdan kechgacha kitoblarni olib, darslarni qilib, yozib, yodlab, devorlarga yopishtirib 3 kun dars qilganingizdan ko'ra, bir haftada 1 kun, 1 soat yoki 2 soatdan vaqt ajratib dars qilsangiz, 1 yilda 52 hafta bor, 52 marta dars qilasiz va bu sizga samaraliroq bo'ladi. Muntazamlik, davomiylik bo'lganligi uchun xotirangizda, zehningizda yaxshi qoladi va bu olgan ilmingizni samarasi uzoq muddatda sizga foyda beradi. Ya'ni davomiylikda gap ko'p. Hop, va bu narsani, ya'ni har haftada 1 kun, balki 2 kun dars olishni odat qiladigan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda kitob o'qishni odat qiladigan bo'lsangiz, so'z yodlashni odat qiladigan bo'lsangiz, bu sizga katta foyda beradi. Va mana shu odatlarni shakllantirish haqida Atom odatlar degan kitob bor. James Clear degan odamni, dunyoga mashhur, butun dunyoda o'qiladigan kitob. Bizni O'zbekistonda ham mana shu kitob mashhur bo'lyapti. Olib o'qishinglarni tavsiya qilaman. Bu kitobda har kuni 1% dan yaxshilab borsangiz, 1 yilda 37 barobar yaxshilanishingizga kelishini isbotlab bergan. Tavsiya qilaman mana shu kitobni o'qishingizni. Agar siz har kuni o'zingizni ustingizda arab tili borasida shu 1% dan yaxshilab borsangiz, xudo xolasa 1 yildan keyin 90% odamni o'tib ketasiz. Shu sohadagi 90% odamni o'tib ketasiz. Bu ham isbotlangan faktlardan. Bugungi tavsiyalar mana shulardan iborat. Sizlarga agar foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarga albatta yozib keting. Men uchun mana shu so'zlar juda ham muhim bo'ldi, mana shu tavsiya muhim bo'ldi desanglar, men juda ham xursand bo'laman. Va izohlarga o'zingiz qattiq hurmat qiladigan ustozlarning nomini yozib keting. Chunki solihlarni ismi zikr qilingan joyda baraka bo'ladi deyishadi. Ustozlarni ismlarini zikr qilib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Masalan, men o'zimni ustozlarimdan Burxoniddin Ahmad ustozimiz juda qattiq hurmat qilaman. Ustozimizni oldinlarda o'tirganda hayajondan tilga so'z kelishi qiyin bo'ladi. Jahongir qori ustozimizni juda qattiq hurmat qilaman. Ixtiyor qori ustozimiz va bundan boshqa juda ham ko'p ustozlarimiz bor va o'sha ustozlarni ismlarini zikr qilganda qalbimga bir quvonch keladi. Sababi men ularga shogird ekanligimdan faxrlanaman. Allohga hamdlar aytaman. Sizlarni ham shunaqa ustozlaringlar bor bo'ladigan bo'lsa yoki hali yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'zinglarni Allohdan so'ranglar, albatta ustozlarni beradi. Va ana shu sizlarga hayotda ustozlik qiladigan insonlar bor bo'ladigan bo'lsa, bu siz juda ham baxtingiz. Ushbu videomizni yakunlaymiz. Bu videoni oxirida sizga va'da qilingan hadyamiz, arab tilini endi boshlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki boshlab qo'yib, uni talaffuzlarini o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga mana shu ekranlaringizda ko'rinib turgan videolar orqali o'rganishingiz mumkin bo'ladi va ularni tavsiya qilaman. Xayr, salomat bo'ling.